Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah. Abduvali Sayed. Korrektor Abduvali Sayed. Bat va muqovil loyihaliguvchi A. Aqxon. Fitrat va Allohni tunish. Mohiyatdan qaraganda fitrat insonning umum qurilmasini ifodalovchi bir nizomdir. Shunga insonlik deb qaralgan. İnsanның insonligini ifodalab turadigan barliq ul qimmatlar va asosiy prinsiplar orqasida fitrat asosi mavjuddir. Bu nuqta Qur'onning inson haqidagi tasvirida ro'shan aks etgan bo'lib, Qur'on bu vaqtda mundaq deydi: Biz haqiqatan insonni intayin bejirim shaklda yaratdik. Tin surasi 4-oyat. Shay'ining bejirim holati uning moddiy va ma'naviy taraflaridagi takommulligi, uyushuvchanligi, ichki va tashqi jihatdan xarakterining tangpung bo'lishi qatorliqlar bilan gavdalandi. Jonliqlar ichida inson turining mukammal va alohida xususiyatlari bo'lishi, uningda ichki va tashqi holati o'ttirisini bog'laydigan aniq va yoshirin kuchlarning borligini kuchlantirdi. Ya'ni kelib, bu kuchlardan birari yana birining ziyonga uchrashiga yo'l qo'ymaydigan yoki biri yana birining rolini joriy qildirishni daxliga uchratmaydigan darajada tangpungliqqa ega. Aqli va ilmiy jihatdan insonning aql faoliyatini g'idiqlag'uchi, uning harakat va iroda kuchini tashkillovchi fitratning Allohni bilish bilan tabiatlanganligini, balki fitratning mavjudiyatining Allohning mavjudiyatiga dalil ekanligini mundaq bir qancha nuqtalar muqarrarlashtirdi. Birinchi, aksiomalik bilimlar. İnsanның tug'ilishi jismoniy va aqliy yetilish bosqichlaridan ma'lumki, u bilimli tug'ilmaydi. İnsanның aqliy taraqqiyoti jarayonida hamda ta'lim va tafakkur asosida bilganlari qandaqdir uning bilib tug'ilishidan keyin unutilgan narsalarni qaytadan bayqash yoki qaytirib kelish jarayoni emas. İnson Qur'on muayyanlashtirganidek ta'lim olish va izlanish asosida bilinadigan jimi bilimlardan xoli yaralgandir. Qur'on bu vaqtda mundaq deydi: Allah sizlarni ananglarning qo'rsiqidan hech narsani bilmaydigan holatinglarda chiqardi. Shukr qilsin deb sizlarga quloq, ko'z va yuraklarni ato qildi. Nahl surasi 78-oyat. Albatta, insonning tafakkur va ta'lim asosidagi bilishdan xoli tug'ilishi, uningda ashu bilishlarga asosiy bo'lg'uchi tabiiy quvvatning, ya'ni fitrat quvvatining bo'lishini chetga qoqmaydi. Shundaqla insonning ilm ma'rifatdan xoli tug'ilishi, uningda bar bo'lgan idrokning tub yildizi va manbasi bo'lgan ongdan butunlay xoli tug'ilganligini ko'rsatmaydi. Ya'ni uningda bilim bo'lmagani bilan bilish quvvati, bilish tabiati mavjud. Misol qilsak, bu vaqtning tug'ilib ona ko'krigi bilan uchrashgan dastlabki mazgildala istiqyalik holda biror o'git yoki ta'limsiz ravishda ona sutini sho'rishi, qisqasi uningda ashundaq sumirish faoliyatini elib bora oladigan ongning bo'lganligi buning tipik misollaridan biridir. Insonda tabiiy quvvatlar bo'lgandan sirt yana uning ingida isbotlash va dalillashga hojatsiz bir qator haqiqatlarning dastlabki asoslari borligi ham ma'lum. Aqliy prinsiplar, aksiomlik haqiqatlar ana shu dastlabki asoslar jumlasidan bo'lib, bu asoslar barliq inson ahlining fitratida o'rtaq topiladigan va isbotlash talab qilinmaydigan aqliy asoslardir. Zarur bilim ma'rifat turidagi aqliy asoslar deganda, kullining juz'idan ko'p yoki ko'p bo'lganligi, bir jism birli vaqtda ikki o'rinda tang mavjud bo'lolmaydiganligi, sababsiz natija bo'lmaydiganligi, har ish cho'qim bir vaqt va o'rin doirasida bo'lganligi qatorliq aksiomlar ko'zda tutiladi. Bular isbotlash kerak bo'lmagan, ham inson eng'iga uning bolaligida biror ta'lim o'g'isiz hosil bo'lib bo'lgan o'z-o'zidan ma'lum zarur bilim ma'rifatlar jumlasidandir. Xudoning mavjudligi masalasimi sog'lom inson tabiatida ana shunday zarur ma'rifat hisoblanadi. Mazkur fitrat insonning idroki quvvati bo'lganligi uchun har insonda o'z mavjudiyati haqida qoyil qilinarlik biror javobga erishish istagi va ehtiyoji bo'ladi. Hamda bu istak va ehtiyoj turtkisida fitratni suzuklaштirish va takomillashtirish yo'lida izlanadi. Fitratdagi Xudoni tonish xususiyati uning yaratquchiga bo'lgan intilishini haqiqiy yuksaklikka ko'tarishga xizmat qiladi. Insonni u va yashayotgan dunyosining paydo bo'lishi orqasidagi qudratni tushunishga undaydi. Manbasini qiziqishga rag'batlantiradi. Fitratning juz'isi bo'lgan aqliy asos va aksiomlar asosida mavjudotning bir qudratli kuchning turtkisiz paydo bo'lishining mumkin emasligini qat'iylashtirdi va haqiqiy sabablarni tepib chiqishga otlantirdi. Shayxul Islom Ibn Taymiya mundaq deydi: Inson yo'qdan bar bo'lgan hadisdir. İnsanның yo'qdan bar bo'lgan hadis ekanligi uning qalbida shaksiz qaror olgan o'z-o'zidan ma'lum aksiomidir. Navada uning ko'nglida bu xil bilim ma'rifat mavjud bo'lmay, keyin shakllanganida edi,
Aslida uningda bilishga doir hech narsa shakllanmagan bo'lsa bo'ladi. Shunga insonda aksiomalik ul bilimlar bo'lish cho'qim. Xudo inson qalbiga uningga kerakli zarur bo'lgan bilim ma'rifatlarni putayotgan bo'lib, shunga odatda paketning g'oyasi mazkur zarur ma'rifatlarga qaytib to'xtash bo'ladi. Doktor Hisham Azmi İmam İbn Taymiyaning yuqori so'zlariga ilova qilib bunday deydi. İmam İbn Taymiyaning ko'zda tutayotgan narsa shuki, inson egallagan barliq bilimlarda cho'qimki shu bilimlarning qurilmasini tutib turg'uvchi aksiomlashgan ul bilimlar bo'lishi shart. Undaq bo'lmaganida bilimlarni qo'lga keltirish mumkin emas bir ish bo'ladi. Insonda bilim egallash iqtidori bor bo'ladi ekan, demak bu uning ul ma'rifatlarni tashkil qilgan dastlabki asoslariga, aksiomlik bilimlarga ega ekanligini ko'rsatib beradi. Reallik shuki, aqliy asoslar bizni o'zining ijodkorini tepishga undaydi. Ya'ni kelib, mazkur aqliy asoslarni inson tug'ilishi o'zining aqliy qurilmasiga o'rnatib olmaganligi, uni o'ziga o'zi paydo qilib olmaganligi muqarrar. Shundaqla uning o'zining moddiy tan qurilmasini o'ziga o'zi paydo qilib yarata olishi mumkin emas. Bu shaksiz holda uning ana shu moddiy mavjudligining mutlaq bilimga ega, hammadan xabardor yaratquchi tarafidan paydo qilinganligini ko'rsatsa, uning tabiatida ana shunday aqliy asoslarning bo'lganligi, uni ashunday tabiatlantirgan yaratquchi Xudoning mavjudligini hamda bu yaratquchining hammani bilguchi va hikmatlik Alloh ekanligini dalillaydi. Doktor Hisham yana bunday deydi. Aqliy asos va aksiomlar fitrat doirasidagi narsalardir. U tirishish yo'li bilan qo'lga keladigan bilimlardan emas. Ya'ni bu asoslar inson tug'ilib keyin ta'lim asosida o'rganib olgan narsalar jumlasidan emas, balki bular inson tug'ilishi bilan uningda bo'ladigan fitrat xarakteridagi bilim ma'rifatlardir. Shubhasizki, inson tug'ilishi bilan uningda sog'lom tafakkur qurilmasini tashkillovchi asoslar, aksiomlar bo'ladi. Shundoq bo'lg'achqa, uningda shay'iylar haqiqatini aniqlash va uni tushunib yetish imkoniyati bo'lgan. Muhaqqaqki, inson fitratining Xudoni tonishi va uning qudratli bir yaratquchining borligiga ishonishi bilan inson fitratiga tava aqliy asos va aksiomlar o'rtasidagi munosabat mohiyatda bir-birini shart qilguvchi, bir-birini to'liqlovchi munosabatdir. Bunday bir munosabatning bo'lishi o'z navbatida fitratning Xudoning borligining mustaqil dalili ekanligini o'ttirg'a chiqaradi. Bu vaqtda doktor Ahmad Ibrohim bunday deydi. İnsan bilgen ve o'qib yetgan barliq ma'rifatlarni qo'rib chiqadigan ul bo'lsa, aksiomlardir. Bu o'z navbatida har narsadan avval Allohning borligini dalillaydi. Chunki insonlar qandoqli bir narsani bilib yetsin, o'sha bu bilimning ul asosi ishonishning dalili hisoblanadigan mazkur aqliy asos ustiga qurilmay mumkin emas. Shunga Xudoning borligiga ishonish haqidagi dalillarga gumon bilan qarag'uvchi mundaq ikki xil tanlashdan biriga duch keladi. Buning biri ishonish haqidagi dalillarni rad qilishdan avval bilimda bilganlarining hammani inkor qilishi, yana biri bilish haqida so'z bo'lganida ishonish masalasi tilga ilinganida rad qilib turib olgan ashu asoslarni e'tirof qilish. İman masalasida rad qilib, bilish masalasi kelganda tan ilishdek bundaq bir zidlik. Qarshi tarafning o'zi paradoksga mahkum qilganligini yoki bo'lmasa paket oldida bo'yintovoqlik yoki xubsalik qilayotganligini o'ttirg'a chiqaradi. Buningdan yaratquchiga ishonish haqidagi paketining naqadar kuchliligi ayon bo'ladi. İnsani bilimlarning ul asosi bo'lgan aksiomlar bilan Tangriga ishonish o'rtasidagi bu zich munosabat kishining bilimi ko'paygan, tonishi cho'nqurlagan sari Xudoga ishonish fitrati haqidagi dalillarning asosi kuchlanib maqadi. Mutafakkir ustoz Abbas Aqad inson fitratining Allohning mavjudiyatini dalilashdagi roli haqidagi bayonida fitratning idrok holatiga vakolat qilguvchi ongning aqliy asos va aksiomlar bilan bo'lgan munosabatga yuritma berdi. Shundaqla u bu orqali ongning Allohni idrok qilishdagi tabiiy xususiyati va buning aqliy asoslar bilan bo'lgan munosabatini izohlaydi. U bu vaqtda bunday deydi. Shundaq jazmlashtira olamizki, Allohning mavjudiyati masalasi hammadan avval ong masalasidir. İnsanda öz mavjudiyatining realligini va buning haqiqatligini jazmlashtiradigan ong shubhasiz mavjud. Shunga u eng buyuk mavjudiyat va olamlik haqiqatning borligiga ishonadigan bu ongdan hech qachon ayrilib qolgan emas. Chunki bu ongning bir uchi shu buyuk mavjudiyatga tutash bo'lib, u ana shu buyuk mavjudiyatning borligiga tayinib mavjud bo'lgan. U yana bunday deydi. Navada aqli aksiomlar shunda Xudo bor degan bo'lsa, buning inson nazaridagi qimmat darajasi logika va tahlil asosidagi shundoq Xudo bor ekan deganda natija tuvan bo'lmaydi. Chunki buning qimmati logika va analizlarni o'zidan boshqa manbaga taqamaydigan yoki o'zidan tutqusi kuchli bir tayanchiga bog'lamaydigan jonliq aqlning qimmati bilan o'xshash.
Aqliy aksiyonlarni tashkil qiluvchi mujmal aql har qachon Xudo haqidagi izlanishida iymonga, ya'ni Xudo mavjud degan nuqtaga o'zini yaqin tutadi. Logikalik analizlarning bu temada Xudo mavjud emas deydigan kam kutsiz, hech bir e'tirozga o'rin qo'ymaydigan keskin bir natijani chiqara olishi mumkin emas. Qoldiki, inson vujudidagi mazkur aqlning martabasi navbatdagi mujmal aqldanmi doirasi keng, tegi cho'nqur hamda inson dunyoga kelishi bilan tang uning vujudining qat-qatiga singib ketishi jihatdanmi yuqori o'rinda. Shunga biz inson tabiatida manba xarakterlik yer olgan bu aqlni Tangriga ishonishning kelib chiqish o'rni, shundaqla butun mavjudotni qo'rshab turayotgan buyuk haqiqat Allohning borligiga ishonch qilishdagi manba deb jazmlashtiramiz. Darvaqa, insonda tabiat go'zalliklarini idrok qilguvchi ong mavjud bo'lganidek, uningda yana tabiat dunyosidagi intizomni va bu intizom orqasiga yoshirilgan sirlar, tepishmoqlar va g'ayiblarni idrok qila oladigan ong mavjuddir. Yuqoriqilarning ko'rilishiga bo'ladiki, Allohning mavjudiyatining inson vujudidagi yorqin ifodasi uningdagi sab ong, ya'ni fitratdir. İnsan fitratidagi aqliy asos va zarur ma'rifatlar insonning tug'ilishi bilan uning tabiatida bor bo'lgan quvvat ekanligi, shundaqla fitratning xususiyati va uning idroki alohidaliklarining ifodasining aqliy va zarur ma'rifat turidagi aksiomlarga ega bo'lishidek amaliyotlar tabiiy holda zarur ma'rifatlarning har bir inson tabiatida o'rtaq ravishda mavjud bo'lishini kafolatlantirgan bir qudratli kuchning borligiga elib boradi. Fitratning Allohni idrok qilishi va uningga bo'lgan talpinishining to'xtovsizlashishidek bu reallikni ko'zatganda bo'lsa, fitratning Allohni ishorat qilib qolmay, yana uning mavjudiyatining Xudoning mavjudiyatiga dalil bo'layotganligi muayyanlashidi. Ikkinchi, tarixiy reallik. Fitrat dalilining mazmunligi va fitratning doimo Allohni tunishga qarab intildiganligining belgilik paketlaridan biri tarixiy realliklardir. Tarix insoniyatning dindorlik tabiatining guvohchisi va o'chmas xotirasi bo'lish sifati bilan insonlar tabiatining Allohni tunish bilan xarakterlanganligini muayyanlashtirishdagi muhim paketdir. Belgilik omillar sababli fitrati o'zgarishga duchor bo'lgan az bir turkum insonlarni hisobga olmaganda, zo'r ko'pchilik insoniyat o'zlarining Xudoga bo'lgan tevinishi, uningga bo'lgan samimiyati va so'ygusida hamda buni amaliy ifodalash usulida qanchalik to'g'ri qilgan yoki xatolikqa yo'l qo'ygan bo'lishidan qat'iy nazar, hamda uningga bo'lgan ibodati va itoatkorligida qaysi darajada sog'lom holatni saqlab o'talgan yoki o'talmagan bo'lishiga qaramay, uning mavjudiyati so'z temasi bo'lgan vaqtda ular orasida umuman Xudoning borligiga ishonish o'rtaqligi saqlanib kelgan. Ya'ni Xudolik tabiatni belgilashda o'xshamagan e'tiqod va ko'z qarashlar maydonga kelgan bo'lsa-mu, yaratish qudratiga ega Xudo masalasi ular orasida tartishma va munozir temasi bo'lgan emas. Hatto ko'p xudolik e'tiqodchilardimi tangrilar darajaga ayrilgan. Ammo o'xshash ustunlik va kuch-qudrat masalasida tangrilar orasida faqat birini eng ustun va eng qudratli deb tunish aqidasi o'zgarmagan. Demak, insoniyatning Xudo to'g'risidagi engi, uningga bo'lgan ehtiyoji har millat va xalqlarda o'xshamagan tus va shakllarda ifodalanib turgan. Iqlimlar ara har qaysi qatlamlar ichida bir qadar g'olliq va ko'zga ko'ringan diniy ideya namunlariga qaraganimizda bu nuqta yanada aniqlik topadi. Masalan, g'arbda yeyilayotgan bugungi zamon materializm ideyasiga soya tashlagan qadimki Yunon afsonalaridagi tangrilar ideyasi bo'lsin yoki sharqda keng rivojlangan buddizm aqidasi bo'lsin, har ikki davr jamiyatida Xudoni butunlay mavjud emas deydigan atizmlik ideyaga o'rin berilgan emas. Alayliq G'arb dunyosining milodiyadan burungi tarixiga nazar soladigan bo'lsak, xudosizlik qadimki Rim Yunon dunyosida g'ayri jinslikning asiylik va buzilganlikning ifodasi deb qaralgan. Hatto bu aqlab o'tishga arzimaydigan oshkora ozg'unlik deb qaralgan. Milodiyadan burun yashab o'tgan va bugungi Yevropa falsafasiga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatgan faylasuf va tarixchilardan Sextus Empiricus, Aflatun, Plutark, Siporastus qatorliqlar xudosizlikni to'g'ridan chatnash, buzilish deb qaragan va Tangriga ishonishning umuman barcha millatlarda bor bo'lgan o'rtaqlik ekanligini, balki uning inson tabiatida mavjud narsa ekanligini tilga olgan. Bo'libmi, G'arb ideya tarixida belgilik ta'sirchanlikka ega mashhur iqlimlardan Stoik iqimi insonda yaratquchiga undab turg'uchi tabiiy moyillik bor degan qarashni ilgari surgan. Ensiklopedik asarlarda bu iqimning bu vaqtdagi eng kuchli paketlaridan birining ulardan ilgari o'tgan barliq xalqlarda Xudoning mavjudiyatiga ishonishning umum ahvol bo'lganligi qayd qilinadi. Mutafakkur olim Abbas Aqad munosabatlik yuritmalarida bu nuqtaga izohat berib mundaq deydi: Biz iymon tarixiga nazar ag'dirgan chog'imizda
inson avlodining Allohni idrok qilguvchi fitrat engiga bo'lgan tayinishining logikalik asoslar, tahlil va natija e'tibori bilan har qanday jazmiylikni besib tushadigan aqliy faktlarga tayangandanmi bakroq va kuchli ravishda asosiy o'ringa qo'yganligini ko'ramiz. Falsafa o'zining qadimiy davrlarda Xudoning mavjudligiga faktlarni turg'izgan bo'lsa-mu, biroq faylasuflarning maqsadi Allohning borligini aqida qilishda, ko'nglida qanoat hosil qilish yoki bu orqali iymon e'tiqod martabasiga yetish bo'lmagan edi. Eng qadimgi faylasuflarni elib aytsak, ular nazarida Allohning mavjudligi ilmiy tadqiqot mavzusi doirasida yoki tabiat hodislari haqidagi izohatni chekiga yetkazish plani doirasidagi masala bo'lgan edi. Faylasuf Aristotelni elib aytsak, uning Allohning mavjudligini isbotlashidagi sabab kufr e'tiqodidagi biror inkorchini iymon etqizish yoki bo'lmasa biror ateistni qoyil qilish bo'lgan emas, balki uning Xudoning mavjudiyatini isbotlashi, koinot hodislari haqidagi izohatlarning faqat Xudoni isbotlagandala andin to'liq sharhiga ega bo'lganligidan kelib chiqqan edi. Shunga uning Xudoni isbotlashi biror zamondashini dindor qilishga va yoki uni iymonga kirgizishga urinish bo'lmagan. Aristotel va uningdek faylasuflar nazarida Allohning mavjudiyati masalasi hidoyat yoki azg'unlik misoli isbotlash yoki inkor qilish orasida qolgan masala bo'lib boqqan emas. Balki Xudoning mavjudiyati masalasi osmon jismlaridagi harakat va shakllar haqidagi tasavvurlar uningsiz to'liq izohatga erishmaydigan, go'yo geometriyalik haqiqatlarga o'xshash bir aqliy haqiqat bo'lgan edi. Allohning mavjudligi masalasining umum insoniyat jamiyatida fitrat asosida keng umumlashgan masala ekanligi nuqul qadimki faylasuflarning va tarixshunoslarning tarixiy ko'zlashlari va guvohligi bilan ifodalanib to'xtagan emas. Xudoning borligi masalasida qadimdan tortib yaqinqi asrga qadar zo'r ko'pchilik insoniyat orasida fikriy birdaklik mavjudligi g'arbning g'olliq mutafakkirlari, faylasuf va tarixchilari tilida muayyanlashtirilgan. Masalan, milodidan avvalgi mashhurlar ichida bu vaqtda keskin qarashda bo'lganlardan Marcus Cicero, Lysius Annaeus Seneca, Titus Flavius Kilimnis qatorliqlarni tilga olgan bo'lsak, yaqinqi zamon tarixida Hugo Grotius, Herbert Cherbury, Pierre Gassendi, James Martino, Herbert Spencer qatorliqlarni tilga olish mumkin. O'tmish va yaqinqi asr g'arb mutafakkirlarining bu vaqtdagi qarashlarini tilga olgan ekanmiz. Albatta, bu yerda g'arb yangi zamon falsafa tarixida yangi zamon falsafa otasi deb nom olgan mashhur faylasuf René Descartesni tilga olmay bo'lmaydi. Kitobimizning muqaddimasida tilga olib o'tganimizdek, faylasuf Descartes inson fitratining Allohni idrok qilish bilan tabiatlanganligi haqida kuchli fikr sohiblaridan biri bo'lib qolmay, bu vaqtda aqliyligi kuchli mo'l dalillar orqali Xudoning mavjudiyatining haqiqatligida ching turgan mutafakkirlardandir. U Xudoning mavjudiyati haqidagi bayonida mundaq deydi: O'z mavjudiyatim va o'zim bilan birga elib yurayotgan mutlaq mukammal mavjudiyat bo'lmish Alloh ideyasidan shunda xulosaga kelish mumkinki, Allah mavjudiyatining isboti o'z-o'zidan putib bo'lgan bir masala. Shaksizki, Allohning mavjudligi haqidagi e'tiqod bizda fitrat bo'lib tabiatlangan. Nazarimizni g'arb dunyosidan qaytirib sharqqa tikkanimizda islom aqidasi keng tarilishdan avval bir qadar umumlashgan va keng rivojlangan buddizm tarixidagi umum reallik va keyingi islomlashish jarayoni qatorliqlarning atizmlikdan dindorlikqa qaytish jarayoni bo'lmasdan diniy jihatdagi yangilanish va adashgan xato yo'ldan to'g'riga qaytib kelish, mundaqcha aytganda insoniy sog'lom tabiatga qaytib kelish jarayoni ekanligini ko'ramiz. Qur'on Karim mana bu xil tarixiy hodisani xulosalashdagi muhim ochqichdir. Qur'onning fitratga qaytib kelish chaqiriqi garchi keng ma'nodan umum insoniyatga elib berilgan bo'lsa-mu, chaqiriqqa uning nozil bo'lgan davriy e'tibori bilan qaragan vaqtimizda oyatdagi xitobning ko'p xudochilikni orqa ko'rinish qilgan buddist mushriklarga qartilganligi ma'lum. Albatta, buddistlardagi masala yaratquchi Allohni inkor qilish, fitratning birinchi asosi bo'lgan yaratquchini ixro qilish tabiatiga xiloflik qilish bo'lmagan, balki ulardagi masala aqidaning javhari va fitratning negizi bo'lgan Xudoning har taraflama mukammalligiga chin putmaslik. Uning qudratini mutlaq va eng mukammal bilmasdan, uning bilan muomala qilishda orqa vosita qo'yish va uni Tangri maqomiga ko'tarib ulug'lash. Xudoning xudolik saltanatiga vositalarni hamshirik qilish, faqat Xudoga qilinish keraklik amal va ibodatlarda o'zlari yaratquchi deb tan oladigan Allohni qo'yib, ota-bobolar tarafidan miros qolgan an'anaga, ular tarafidan o'ydirib chiqarilgan butlarga cho'qinish bo'lgan edi. Mana bular fitrat va saf aqlning talabiga yot va to'g'ri dinning taqozzosiga xilof qilmishlari bo'lib, Qur'on Karim bu vaqtda shunda xabar beradi: Ey Muhammad,
agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi, kunni va oyni kim bo'ysundirdi deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Shundaq turug'liq, ular qandaqmi Allohga ibodat qilishdan bosh tortdi. Ankabut surasi 61-oyat. Agar sen ulardan bulutdan yomg'ir tushirib, uning bilan o'lgan zaminni tirildirgan kim deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Ankabut surasi 63-oyat. Ey Muhammad, agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Luqman surasi 25-oyat. Ey Muhammad, agar ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratgan deb so'rasang, ular cho'qim Alloh yaratgan deydi. Zumar surasi 38-oyat. Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular albatta osmonlarni va zaminni g'olib, hammani bilguchi Alloh yaratgan deydi. Zuhruf surasi 9-oyat. Agar sen ulardan o'zlarini kimning yaratganligini so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob beradi. Shundaq turug'liq, ular qandaqmi Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga burilib ketadi. Zuhruf surasi 87-oyat. Yuqorqi oyatlarda o'z davrining buddistlari bo'lmish ko'p xudolik dindagi mushriklar ko'zda tutilgan. Oyatlardagi mazmunlardan birdek ayni davrda payg'ambarning o'z qavmini da'vat qilishi, ularning Allohni yaratquchi va olamni bo'ysundirg'uchi ekanligini iqror qilmaydiganligi nuqtasidan emasligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Imom Ibn Kasir mundaq deydi: ko'p sonli xalq yaratquchini iqror qiladi, ammo ular shundaq turib xudodan boshqani aralarida vositachi qilishadi. Bular ashu vositachilarni o'zlariga foyda olib keladi yoki o'zlarini xudoga yaqin qiladi deb o'ylaydi. Imom Rag'ib al-Asfahani mundaq deydi: fitrat insondagi yaratquchiga ishonish ma'rifatiga ega quvvat bo'lib, Qur'ondagi agar sen ulardan o'zlarini kimning yaratganligini so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob beradi degan oyatlarda bu nuqta ishorat qilingan. İmam İbn Juzay mundaq deydi: mazkur oyat Quraysh mushriklariga qarata pakit keltirish bo'lib, ular Xudoning osmon va zaminning yaratquchisi ekanligini tan oladi. Ular shundaq tan olib turibmi, Xudodan boshqaga ibodat qilishadi. Imom Xazin mundaq deydi: mushriklar hammaga qodir, hammani bilguchi va hikmatli Xudoning borlig'iga iqro edi. Yana kelib, ko'pchilik xaloyiq bu masalada o'rtaq fikrda bo'lib, insoniy fitratmi buning to'g'riligiga guvohdir. Imom Qurtubiy mundaq deydi: bu vaqtdagi oyat Allohni o'zlarining yaratquchisi va barliq shaylarni yaratgan zot deb iqror qiladigan, ammo shundaq deb turib butlarga cho'qinadigan qavm mushriklar haqida nozil bo'lgan. Ko'rilishga bo'ladiki, ayni davr mushriklarda ko'rilgan masala Xudoning mavjudiyatiga tinish, uning qudratini inkor qilish bo'lmagan. Ulardagi masala Allohga sherik keltirish, ajdodlardan meros qolgan aqida xurofotliklariga aql ishlatmay yoki pakit izlab ko'rmay qarg'ularcha agishish, xudolik salohiyatni moddiy shaylarga ravo ko'rish, pakitsiz holda Xudo bilan o'zlari orasidagi vositachilarni bekitib olish, butlarni o'zlari uchun himoyachi tangrilar, shafoatkorlar qilib tiklash bo'lgan edi. Qur'on bu vaqtda shunda xabar berdi: Allohni qo'yib butlarni himoya qilib olganlar bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirishi uchundir deydi. Zumar surasi 3-oyat. Ularga Alloh nozil qilgan hukmga, payg'ambar bayon qilgan hukmga amal qilinglar deyilsa, ularning ota-bobolari hech narsa bilmaydigan va hidoyat topmagan tursimi, ular ota-bobolarimizning dini bizga kifoya deydi. Maida surasi 104-oyat. Ular Allohni qo'yib o'zlariga foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinadi. Bu butlar Allohning dargohida bizga shafaat qilguvchilar deyshidi. Ey Muhammad, aytqimki, osmonlarda va zaminda bunday narsaning borligini Alloh bilmay qopti deb buni Allohga aytib bermoqchimi? Alloh ularning shirik keltirgan narsalardan pokdir va yuksakdir. Yunus surasi 18-oyat. Mufassirlardan Imom Tabari mundaq deydi: ularning Xudoga ishonganligidan maqsad ularning Alloh bizni yaratgandir, jinimizni bizdan olg'uchimi, bizga jon berguchimi Allohdir degan so'zlardir. Ularning shirik keltirishi bo'lsa, ibodat va iltijolarda yakka yegani Allohga samimiy bo'lmay, uningga shiriklarni iloh qilib belgilab olganligini ko'rsatadi. Tafsir ahli oyatni mana mushu ravishda izohlab kelmoqda. Bu ma'nolar yana Ibn Abbas, Ikrama, Mujohid, Amir, Qatada, Ata va nurg'un mufassirlardan rivoyat qilingan. Tabiinlardan Qatada mundaq deydi: mushriklardan birarsidan yaratquching kim deb so'ralsa, u darhol meni yaratquchi Allohdir deydi. U ashundoq deb turibmi yana Allohga shirik keltiradi. Imom Faxruddin Razi mundaq deydi:
alloh taolo oyatlarida navoda payg'ambar ulardan tilga ilingan ishlarni kimning idora qildiganligi haqida savol qo'ysa, ularning Alloh deb javob beradiganligini bayon qildi. Bu aniqla oyatda xitob qilinayotganlarning Allohni tonigan va uni ixro qilganlar ekanligini ko'rsatadi. Ana shular butqa ibodat qilgan va shunda qilsak butlar bizni Allohga yaqinlashtirdi. Ular bizni Allohning dargohida shafaat qiladi deguchilardir. Imom Ibn Kasir bunday deydi. Ko'p sonli xalq garchi yaratquchini ixro qilg'uvchilar bo'lsa-mu, ammo ular o'zlariga foyda olib keladi yoki bo'lmasa Allohga o'zlarini yaqinlashtiradi deb qarab olgan vositalarni sherik qilib olishadi. Qur'on xabarlarida Muhammad alayhisolamning chaqiriqi emas, balki har qaysi millat va xalqlarga avatilgan har qanday bir payg'ambarning oldi bilan qiladigan vazifalarmi yaratquchining mavjudiyatini ta'lim berish, isbotlash bo'lmasdan, balki shirikni tuzash, sog'lom aqlning taqozosi bo'lgan, yaratgan va idora qilgan qudratli zot qilib bandachilik qilishdak insoniy fitratning taqozosiga qaytish ekanligi ro'shan va keskin bayon qilingandir. Qur'on Karim Muhammad alayhisolamdan ilgari o'tgan payg'ambarlar elib kelgan chaqiriqning nimani asos qilganligini xabar berib shundoq deydi. Ey Muhammad, sendan ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir, menga ibodat qilinglar deb vahiy qildik. Anbiya surasi 25-oyat. Yuqorida o'rnak sifatida G'arb va Sharq ahlida keng umumlashgan diniy yoki aqida yo'nalishlarda bir qadar mashhur bo'lgan millat va xalqlarning Xudoning mavjudiyati masalasida uni ixro qilishdek o'rtoqlikni izchil saqlab kelganligidek tarixiy reallikni ko'rib o'tdik. Bu qadar ko'p sonliq va bu qadar to'xtovsiz davomlashgan izchil o'rtoqlik va udul kelishlarning avlodma-avlod tilga ilinib kelishi, yana kelib ayni davr va yoki undan keyingilarning o'z asarlarida bu vaqtda o'z qanoatlarini tilga ilishlari hamda ularning bu masalani fitrat talabi bilan bevosita munosabatli ekanligini alohida qayd qilib o'tishlari buning biz ta'kidlab kelayotgan har bir insondagi fitrat o'rtoqligi ekanligini va buning o'z navbatida Allohning mavjudiyatiga shohid bo'lg'uchi dalil ekanligini kuchlantirdi. Umuman aytganda, tarixiy amaliyotlar Xudoning mavjudiyatining zo'r ko'pchilik insoniyatning yonida mavjud ekanligini va umum insonlar to'pining Xudoga bo'lgan tabiiy talpinishini mayli to'g'ri yoki xato yo'sinda ishga oshirgan bo'lishidan qat'iy nazar, bu vaqtdagi ehtiyoj va zaruriyatni izchil qamdash va mukammallashtirishga urinib kelayotganligidek bir pokitlik yakunga elib boradi. Mana bu inson tabiatida mavjud fitratning Allohning mavjudiyatini inkor qilish va tunish bilan tabiatlanganligiga qarata tarixning pakiti. Tarixiy pakit dinning insoniyat uchun zaruriyat ekanligini muayyanlashtirish bilan birga Allohga bo'lgan tashnolikning inson vujudida yaralgan fitratdagi tabiiy tashnolik ekanligini hamda buning inson o'zi yaratib oladigan narsa emasligini uqtirib beradi. Shundaqla bu o'z navbatida fitratning Allohning mavjudiyatiga dalil bo'lishidek sog'lom aqliy yakunni o'ttirg'a chiqaradi. İnsanlarning iymon tarixi haqida so'z qilgan ekanmiz, bu yerda javoblab o'tishga tegishli mundaq bir muhim savol turibdi. U bo'lsa-mu, agar Allohni tonish hamma insonda o'rtaq mavjud bo'ladigan fitrat deb qaragan bo'lsak, tarix zo'r ko'pchilik insonlarning Xudoni tonish imi bilan ilohga bo'lgan talpinish va ehtiyojini to'yindirish bilan tabiatlanganligiga shohid bo'lganidek, u yana Xudoning mavjudiyatiga qarata inkor yo'lini tutquchilarga garchi az bir qismiga bo'lsa-mu shohid. Yana kelib zo'r ko'pchilik inson dindorlik va yaratquchini ixro qilish bilan bilinganidek, yana az turkum insonlarning dinsizlik va atizmga moyil bo'lganligi bir amaliyot. Allohni tunish fitrati hammada o'rtaq degan ahvolda atizmlikning tarixda az bo'lsa-mu yuz berganligi, bo'libmi o'tgan asrda shiddat bilan ko'payganligi va bugungi atizm sistemasining bir qism davlatlarning ma'arif sistemasiga qadar kengayganligi fitratning mavjudiyatini zedramdo qandoq degan savoldir. Mazkur savolning javobi shuki, xudosizlik hodislarining paydo bo'lganligi va yoki yamrag'anligi hech qachon bizning fitratning mavjudiyati haqidagi bayonlarimizni zedilmaydi, balki quvvatlaydi. Chunki dinsizlik va xudosizlik hodislari kitobimizning muqaddimasida pakitlar asosida muayyanlashtirganimizdek kelgunda bir hodisadir. Bu yerda bizning fitratning tabiati haqida aytganlarimiz fitratning Xudoni to'laydigan idrokiy quvvatga ega ekanligi, uningda shundoq bir tabiatning borligi qatorliq bayonlarimizning hammasida uning saf holatidan burib o'tadigan va uni o'zgartirishga sabab bo'ladigan har qanday muhitga uchirmagan chog'dagi sog'lom holati maqsad qilingandir. Bir şeyinin xususiyeti uning asli tabiati bo'lib, ammo uning joriy bo'lmasligi uning saf holatiga duch kelgan to'salg'ular bilan munosabatli bo'ladiki, uning mavjudiyatini yo'q chiqara olmaydi.
asliga sirtdan duch kelgan tashqi to'salg'ularga uchrashi va bu sababli shay'ining o'z xarakterini joriy qildira olmasligi uning aslining mavjudligini inkor qildiganligini ko'rsatib bermaydi. Alayliq pichoqning tabiiy xarakterini kesish deb qarasak, uning kesish xususiyatida ekanligi uning bir tarafidan amaliy tajriba qilinish yoki qilinmasligi bilan aloqasiz. U mayli amaliy jihatdan kessin yoki kesmasin, kesish pichoqning asli tabiatida bor. Ya'ni mayli u biror kuchning uning besini ittirishi yoki biror kuchning uningga urilish turtkisida real kesish faoliyati olib borgan bo'lsin yoki u faqat ishlatilmay g'ilib ichida sandiqda saqlab qo'yilsin, uning tabiatida kesish quvvatining bor bo'lishidek bu amaliyot o'zgarib qolmaydi. Pichoqning hunarvanning qo'lidan tutib chiqqan holatida uningda kesish tabiatining borligi shaksiz. Ammo u navoda kesmas bo'lib qoldi desak, u chaqda masala uning tabiatida kesish deydigan quvvatning yo'qligini zedalamasdan, balki bu dod besib ketish, daz ketish, tig' kardan chiqishdek uning kesishdan iborat asl tabiiy xarakterini ijro qilishiga to'salg'u bo'layotgan bir qator sirtqi omillar sababli ekanligini o'ttirg'a chiqardi. Fitratdagi idrokiy quvvat bilan uning o'z rolini joriy qildirish orasidagi munosabatmi ana shunga o'xshaydi. Insondagi asli tabiat bo'lsa, uning Allohni tonish ma'rifatiga ega quvvatga sahib ekanligidir. Mazkur quvvat fitrat duch kelgan omillar sababli burib etilgan yoki uning tabiiy talabi yetarsiz shaklda va yoki xato usulda qondirilgan ahvolda fitrat o'zining asli tabiatini joriy qildira olmasligi, hatto uning Xudoni inkor qilishdek passivlikqa va yoki uningga sheriklarni to'plashdek oshqo'llikqa yuz tutishi muqarrar. Bu vaqtda davrimiz olimlaridan Imom Yusuf al-Qaradaviy mundaq deydi: inson haqida tarixiy nuqtadan atrofliq ko'zitish olib borgan kishi insoniyat jamiyatining mayli u qaysi tavallikning odami bo'lsin, mayli u issiq yoki so'g'uq balvoq insonlar bo'lsin, mayli u oq yoki qora tanlik, ibtidoiy va yoki madaniy saviyadagi insonlar bo'lsin, boy yoki kambag'al, ishqilib qaysi tabiqaning bo'lsin yoki u qadimgi asr yoki o'ttir asr va yoki yangi zamon kishilaridan bo'lib ketsin, har qaysi iqlim va jamiyat kishilarining Allohni ma'lum bir tasavvur asosida tunib kelganligini ko'rib yetadi. U yana mundaq deydi: insoniyat tobidagi barliq jamiyat kishilari bandalik qilishga va ulug'lab ko'tarishga tegishli bir Xudoning borligiga ishonib keldi. Ulardagi bu aqida ularning turmushi, ish faoliyati va har qaysi munosabat aloqalarida muhim ta'sir yaratgan edi. Acaba avlodma avlod davom bo'lib kelgan bu qadar insonlar to'pi sapsati ustida birlikka kelib oldimi? Shubhasizki, insoniyatga tarix yakunlariga muhimi aqlga hurmati yo'qolmagan kishining cho'qimki Xudoning mavjudligidan iborat bu buyuk haqiqatni kuchlantiruvchi ko'pchilik insonlar tarixiy birligiga hurmat qilishi lozim. Albatta, qisman insonlarning to'g'ridan qayib ketishi yoki ularning ko'p sonliqining xudolik maqomini tushunishda adashib ketishini Allohning mavjudiyatidek bir haqiqatni zedilmaydi, balki kuchlantirdi. Chunki bundoq bo'lishimi shu insonlarning ilohga bo'lgan his tuyg'ularining shiddatlanishidagi bir turlik oshqo'llikdan kelib chiqqan. Natijada ular o'zlari nazarida Xudoning tajalli bo'lganlik ifodasi deb qarab olgan va yoki Xudoga nisbatan simvol deb bilgan va yoki Xudoning tarafidan tushgan biror ilohiylikning nishonasi deb qarab olgan va yoki shuningga o'xshagan biror xiyol sababidan ulug' bo'lib olgan narsalarga Xudoning sifatlaridan nurg'unlarni hambahar qilishgan edi. Shuningmi payg'ambarlarning vazifasi mushu xil adashishni to'g'irlash, iymonni tuzash va uning ko'p tangrichilikdek burmilanish va xurofotliklardan saqlashtirish bo'lgan. Demisimi, tarixdan beri insonlarning zamon-zamon fitratdan chetnab turganligi bir amaliyot. Shundaqla har qaysi din va millat qatlamidagi bilim va farosat yetakchilarining bu xil bo'linish hodisasiga qarata tuzitish berishga o'rinib kelganligi va kelayotganligi bir amaliyot. Tarix va bugunga qadar zo'r ko'pchilik insonlar to'pining o'zaro diniy va madaniy farqlariga, o'xshamagan kultur va sa'iy safaga ega bo'lishlariga qaramay, Xudoning mavjudiyatidan iborat bu fitrat chaqirig'iga ovoz qo'shishda birlikka kelayotganlikning o'zila Allohning mavjudiyatiga bo'lgan idrokiy quvvatning inson fitratida eng muhim insoniy qimmat ekanligini ko'rsatib beradi. Shuni muayyanlashtirish kerakki, tarixda intayin oz sonda tashkil qilgan atizm ideallarning kunimizda ko'lamlashishini tushunib yetishda shu xil ko'lamlashishga sabab bo'lgan, jumladan yaqinqi asrlarda bo'libmi o'tgan ijtimoiy muhit va siyosiy omillardagi inqilob xarakterli tarixiy o'zgarishlarni nazarga olmay bo'lmaydi. Bundaq deyishimiz, dinsizlikning bu darajada yamirishi yanada bir uchum xudosizlarning tashviqot kuchi va boshqa siyosiy kuchlar ta'sirida oz nisbatan ko'payishga qarab ilgirlashga qarta elib borgan dinsizlashtirish va xudosizlashtirish harakatlariga chetishlik bo'lib, bu fitratni bulg'ug'uchi atmosferaning shu muhit insonlarga naqadar ig'ir ta'sirlarni elib kelganligini ko'rsatib beradi.
Kunimizdagidek xudosizlik ideologiyasidagi hokimiyatlarning barliqqa kelishi, xudosizlashtirish ma'arif sahnasining siyosiy kuchlar tarafidan qo'llashga erishishi va turli falsafaviy va adabiy qarablarda xudosizlashni ilgari suradigan iqimlarning ko'plab maydonga kelishi qatorliqlar fitratga kelayotgan xristianlarning o'tmishdagiga qaraganda yaqinqi davrlarda necha baldoq kuchayganligiga shohiddir. Gerçi xudosizlar dindorlar qarshisida xuddi ko'payayotgandek, xudosizlashish hodisasi tarixdagi nisbatan go'yo zo'r ko'lam egallayotgandek ko'rinsimi, nisbat jihatdan yanada xudoning mavjudiyatini idrok qilib, uni ixro qilib kelayotgan umum insonlar to'pi qarshisida dinsiz va xudosizlar to'pining oz sonliq bo'lish darajasidan hal qilmaganligi ko'z oldimizdagi reallik bo'lib turmoqda. Albatta, xudosizlik hodisasi oldingi bir qancha asrda shiddat bilan ortgan bo'lsa, kunimizda bu xil shiddatlik ortish izchil holda ojizlash qarab ilgarilamoqda. G'arb dunyosining akademik tadqiqotchilaridan doktor Umar Al-Faruqning bu vaqtdagi so'zlari so'zimizni quvvatlaydi. U bu vaqtda bundoq deydi: Din va axloq ensiklopediyasida tarixdagi millat xalqlarda xudosizlik ideyasining maxsus iqim bo'lib o'ttirg'i chiqishining bakmi oz ko'rilgan hodis ekanligi qayd qilinadi. Ammo bu xil ozliq tarixdagi selishtirganda 20-asrda haslangandek. Chunki xudosizlik hodisasi 18 va 19 asrlarda g'arbdagi muhim ideyaviy iqim qatoridan o'rin olgan va 20-asr kirishi bilan ilgirgidimi bak kuchayib ketgan edi. Taki 20-asrning oxirgi yarmi tugash bosqichiga kirishi bilan atizmlashish, ojizlash qarab mangdi. Din bo'lsa yangi boshdan jonlanishga boshladi. Hozirgi zamon tarixchilaridan professor James C. Turner mundaq deydi: 1789-yilda yuz bergan Fransiya inqilobidan burun Yevropa va Amerikada namdor ateistlar soni 10 bilan 20 orasida edi. Xudoga ishonmaslik hodisasi birdilla qabul qilib bo'ladigan ishlarga aylanishga boshladi. Barbara xudoga ishonmaslik go'yo tortish kuchining haqiqatligiga ishonmaslikdek tuyuladigan holat paydo bo'lishga boshladi. Bugungi zaman mashhur psixologiya olimi Paul C. Wittiz mundaq deydi: Darvaqa bugungi kunda saltanat surayotgan xudosizlar sanoqli qolmoqda. Ularning tashviqotlarimi bargancha quruq daston yoki quturtish tusini olib qolyotdi. Xudoni rad qilish ideyasining olqishlanishimi tuvallab ketdi. Umum jamiyat atizm tashabbuschilariga haydaydigan yerga kelibmi qoldi. Reallik shuni ko'rsatmoqdaki, navbatda nurg'un jihatlardan bo'libmi ilm-fan, san'at, tashviqot va ma'arif muassasalari hukm surayotgan bu davrda xudoga ishonish kayfiyati texmi kuchlik, tavrinish va zilzila paydo qilyotdi. Dinning paydo bo'lishi xudoni manba qilganidek, fitratning manbasimi xudodir. Dinni yaratgan xudo uni quchoqlaydigan va istaydigan fitratni yaratgandir. Dinlar duch kelgan o'zgarishlar uning safligining buzilishiga ta'sir ko'rsatgan omillarga munosabatli bo'lganidek, fitratning saf tabiatining bulg'onishi, o'zgarib ketishimi uning asli tabiatiga ta'sir qilgan bir qator omillarga munosabatli. Sog'lomligini yo'qotgan din Xudo bilan bo'lgan aloqani buzsa, safligi va suzukligini yo'qotgan fitrat Xudo bilan inson orasini uzil-kesil qilib tashlaydi. Hatta bu insonlik tabiatining tadrijiy insonlikdan chiqishini, insoniy qimmatlarga dushman bo'lishdek salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Kunimizda mavjud bo'layotgan bir qism atizmlik dunyo qarashga ega hokimiyatlarning xudogo'ylik fitratini emas, balki fitrat tarkibidagi boshqa normal odamiy qimmatlarni asabiylarcha dafsanda qilishi, qarshi turishi intayin radikal, chaqina va qabih shakllarda dindor xalqlarni turli vositalar bilan dindan yiroqlashtirishga urinishi, dinsizlik va xudosizlikni ularga majburiy qilib tengish qatorliqlar ana shu tadrijilashgan salbiy oqibatlarning ifodasidir. Shunga deymizki, ko'pchilik insoniyatning tarixiy tajribalari xudolik tabiatning mavjudligini isbotlagan bo'lsa, bir qism xudosiz tabiatlarning paydo bo'lishi fitratning mavjudiyatini zedalamasdan, balki uning asos va asli narsa ekanligini kuchaytiradi. Fitratning asli xarakterida bo'lmagan tashqi omillarning sog'lom fitratni o'zgartirib yetadiganligi hamda fitrat tabiatining burmalanishini keltirib chiqaradiganligi buning eng ro'shan faktlardandir. İnsanlarning ta'lim tarbiyasi va olgan ma'arif tarbiyasining har xil bo'lishi, o'xshamagan muhit ta'siridagi kishilarning ong saviya va xarakter jihatdan farqli bo'lganligidek reallik hayot haqiqatlari inson tabiatining tamoman o'zgarish qabul qildiganligining amaliy faktidir.
Xudosizlarning o'tmishdagi oz sonli holatdan ko'lam jihatdan ilgirgidimi ko'p sonni egallaganligi mutlaq jihatdan ularning ko'pchilik insonlar to'pini besib tushadigan holatda ko'pligidan derak bermaydi. Faqat son jihatdan ko'payganligini ko'rsatadi xolos. Bu yanada zo'r insonlar to'pining fitratning asosiy taraflaridan biri bo'lgan Xudoning mavjudiyatini ixro qilib kelganligidek reallikni buzolmaydi. Balki masalaning fitratni bulg'aydigan omillarning ko'payganligidan xudosizlikni keltirib chiqaradigan banda bilan Xudo o'rtasidagi aloqani butunlay to'sib qo'yadigan har turli muhit va omillarning ko'payishining va ta'sirining zo'rayishining natijasi ekanligini ko'rsatadi. Fitratning o'zgarishiga ta'sir ko'rsatadigan omillarga kelsak, omillar qadimda bir necha turlik bo'lgan bo'lsa, kunimizda bu xil omillar sanat tugatkusiz ko'paymoqda. Davrning moddiy taraqqiyotda ko'sir ilgirilishi, sharoit va boshqa taraflarda rangdor va ko'p xil bo'lishiga ergishib, sabab omillarmi ko'payib bormoqda. Bugungi zamon xudosizlik dunyo qarashiga turtki bo'layotgan omillarning hammini birma-bir tilga elish temining mo'ljallangan talabdan eshib ketishiga sabab bo'lganligi va mazmunining chetishliq doirasining bakmi kengri bo'lganligini nazarda tutib, bu xususda umum bo'lgan bir qancha omillarni tilga olib o'tamiz.